this wall. The only thing we have to fear is fear itself. I don't know what I said. Amerika Yevropalıklar tarafından kurulgan ve Angliyaning boshqarishi ostida bo'lgan 13 mustamlaka shtati. 1776 yilga kelganda Amerikadagi iqtisodiy kuchlar Angliyaga bosh to'lashga qarshi chiqdi va xalqni qurollantirib, hukmroni Angliyaga qarshi mustaqillik urushi e'lon qildi. Angliya ordusi okeanning orqasida bo'lgan bu Iroq qit'adagi qo'zg'olonni bostirib olmadi. Jangda g'alaba qilgan amerikaliklar Amerika Qo'shma Shtatlari nomida mustaqillikqa erishdi. Angliyaning mustamlikasidan yangi qutilgan amerikaliklar shuningdan keyin bugungi kuchlanishning manbasi bo'lgan sanoat taraqqiyotga qadam tashladi. Yangilikqa atlangan Amerika 1-Dunyo urushida sanoatni taraqqiy qilib, Yevropadan kuchli aloqa kelishga boshladi. 2-Dunyo urushi mezgilida mayli yengan, mayli yengilgan har ikkala taraf ziyon tortgan bo'lsa-mu, Amerika bu ziyonni foydaga o'zgartirib, yana taraqqiyot kuchini saqlab qoldi. Keyingi yillarda hayoti kuchga to'lgan siyosiy aqllarni, madaniyatlik, eng talantli va ulug'vor yoshlarni siyosatga jalb qilgan Amerika, dunyoga gapini o'tkazayotgan Angliya imperatorligi va Yevropadagi iqtisodiy tengqurlikni besib o'tib, g'oyat zo'r iqtisodiy va harbiy kuchi bilan dunyo imperatorligini Angliyadan o'tkazib oldi. İkinci Dünya Urushidan keyin kommunizm boshchiligidagi Sovet imperatorligiga qarshi yarim asrlik sovuq urushni boshlatib, oxirida 1990-yili Sovet ittifoqini parchalash bilan bu jangda g'alaba qildi. Bugungi kunda Amerika siyosatida har qanday so'zlarni o'zgartirib turadigan Donald Trump apandi yangi dunyo tuzilmasining planlovchilari bo'lgan iqtisodiy kuchlar bilan do'yilga tushdi. Ayni vaqtida dunyo iqtisodiy kuchlarining yo'lishi bilan taxtga chiqarilgan Donald Trump keyin Amerika davlati kuchlari tarafiga o'tishi bilan bir dunyo davlatininki dushmaniga aylangan edi. Dal mush daqiqalarda Amerika siyosatida ichki jidal yuqori pallaga chiqdi. Har ikkala taraf yangi dunyo tuzilmasiga hukmronlik qilish uchun jiddiy ilishmoqda. Trump Xitoyning eng chong ittifoqdoshi bo'lgan yer shari sarmoyachilariga qarshi jang boshlatdi. Global sarmoyaning eng chong pechkisi Xitoy virus urushini muvaffaqiyatli boshlagan bo'lsa-mu, uningdan hushyor amerikaliklar bu o'yinni buzgan edi. Dasmoy qilingan Xitoy virusi ikkala tarafni krizisni fursatga aylantirish jangiga boshlab kirgan edi. Afsuski dunyo kuchlarining o'rtasidagi bu rayimsiz urushda kunda minglarcha ma'sum inson hayotidan ayrilishini davom qilmoqda edi. Global sarmoya egalari virusni yasab chiqqan va dunyoga tarqatgan Xitoyni keyniga yo'shirilishga tirishayotdi. Uning g'altisi bo'lgan dunyo sayyohat tashkiloti bo'lsa, yolg'on yovdoqlarni tarqatmoqda edi. Amerika bu qitim Xitoyga jazo yurish qarorini oldi. Albatta dushmanning beshi vaqtida yangi yutilmasa, u ajdirodek hamma yutadiganligi aniq. Dal mush vaqtda iqtisoddan boshqani o'ylamaydigan Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga qo'shilib olgan bir to'p chivin Xitoyga moslashayotdi. Allıburun qadam tashlanib bo'lgan dunyodagi barliq madaniyat, barliq din, barliq millatlarni yo'q qilib, birli markazdan boshqariladigan bir dunyo davlati plani oldida insoniyat dunyosi amalsiz qarab turadi. Yevropaliklarmo siyosiy tarafdorlikda bir dunyo davlati va Amerika markazlik dunyo tuzilmasining o'rtasidagi jangda iqtisodning keyinib turamdiq yoki koni ittifoqdoshimiz Amerikaning degan masala ustida talash tortish qilayotgan edi. Uningdan boshqa dunyo davlatlari mo ansizlik ichida kutmoqda. Qaysi taraf qutib chiqadi, hozircha qiyos qilishga baldurlik qiladi. Saylam yaqinlashyapti. Xitoy Trampning ikkinchi qitim taxtga chiqishini to'sish uchun barliq amallarni ishlatadi. Xitoy virusi Amerika iqtisodiga, hatto dunyo iqtisodiga og'ir zarba urayotgan edi. Tadqiqotchilar oldimizdagi bir qancha yil yer shari jiddiy bir krizisni boshdan kechiradiganligini deyishyapti. Pentagon bu urushning g'alabasini qo'lga keltirish uchun jiddiy harakat qilayotgan edi. Xitoy virusi Oqsaroyga chiqdi. Ikkala tarafning hujumi kundan-kun keskinlashdi. Necha kun oldida Mike Pence'ning kotibi Miller yo'qlanadi. Undan boshqa 13 maxfiy xodimni yo'qlangan. Texnik yaqinda Donald Trumpning kuyovli David Kushner Oqsaroy yig'in zalining hojatxonasiga 9 soat sulab qo'yilgan edi. Pompeo apandim tasodifan uni qutqizib oldi. Har qisib yuz berayotgan ba'zi ishlarni bizim bilolmay qolgan edi. Bizga muhimi yo'qolish girdobasiga ketayotgan Uyg'urlarning Oqsaroyga umid bilan qaraydiganligini ularga bildirish. Global kuchlarning Amerikani parchalash xavri ko'chalarda uchib yuriydi. Bizni xushal qiladigan ishning real tarafi bo'lsa, Xitoyning yo'lig'ichilar Amerikada jiddiy zarba beryapti. Amerika davlatining kuchli qahramonlaridan Mike Pompeo va Mike Pence apandilar ular ustidan hozircha g'olib kelyapti. Bu Sharq Turkistonliklar uchun vaqtlik umid va xush xabar bo'la oladi.
Hozir bizni Xitoyga tutib bergan rezil kuchlarni bilish va naq mushu vaqtda bu kuchlar bilan ilishayotgan Amerika davlat kuchini tushunish va Trump apandini qo'llash Uyg'ur siyosatchiligining markaziy nuqtasi bo'lib qoldi. Agar bu qitim Amerika utib chiqa olsa, Sharq Turkistonda ichilgan nazi kamplarga Xitoy yaloqchilik qilish uchun qarz bergan yana bir dushman Dunyo bankisini taslim bo'ladi. Dunyo bankisi nima uchun nazi kamplarining ichilishi uchun qarz beradi? Buni ayirib to'xtalamiz albatta. Hozirgi muhim nuqtamiz dunyo boyligining bir qismini o'ziga mujassam qilgan munbat tuproqimizning dunyodagi davlatlarning siyosiy taqdirini belgilayotgan buyuk kuchlarning nazarida qimmatini bilish, ularning pardor qisib planlarini bilishimizga va chuqur tadqiq qilishimizga to'g'ri keladi. Bo'libmi Xitoyni mag'lub qilish uchqunlisi chiqayotgan bu halqiliq paytda Amerika davlat kuchi va dunyo iqtisodiy kuchlarini to'g'ri faraz qilish yangi asrdagi Uyg'ur siyosatining yangi dunyo tuzilmasiga to'g'ri qadam tashlashininki asosini soladi. Hamda ularning planlarini bilish va to'g'ri tafakkur qilish Sharq Turkistonning kelgusi siyosiy planlariga nisbatan muhim rol o'ynaydi. Vaqt o'tayotdi. Xitoy to'xtamasdan harakat qilyapti. Mustaqil bo'lish yoki asmila bo'lib yo'qolish taqdirimiz qilning ustida turayotgan mush paytda Xitoyga yandash davlat va tashkilotlarni oshkor qilish va uni fosh qilish bilan tashkilotlarimizning nihoyat hushyorlik bilan yangi planlarni xalqimizga o'tirib qo'yish va safarbarlik qilishning zamoni kelyapti. Dünya kapitalist kuchlari Xitoy ishg'oliyatidan keyingi 80-yillarda yer shari sarmoyasini Xitoyga markazlashtirib, Xitoyning bugungi holiga kelishiga yeshil chiroq yoqib bergan edi. Ular Xitoydan keladigan foydani ko'zlab, Sharq Turkistonning vahshiylarcha talon-taroj qilishiga, Uyg'urlarning yo'q qilinishiga ko'zni yumgan. Biz hamda Xitoyni buncha mutaham, zo'ravon holatga kelishga yo'l ochib berganlarni oshkorlashni boshlaymiz. Programmamızın 3. qismida 200 yilning oldida Rossiyalik Zozongtanga vatanimizga tajovuz qilish urushida qarz berganini tilga olgan edi. Bu qitim biz bugungi kunda Xitoyning mundaq kuchlanishiga mablag' solgan bir qancha oilaning xo'jayini Rockefeller oilasi bilan tanishib chiqamiz. Rockefeller oilasi 1750-yillardan boshlab Xitoy bozoriga kirishga boshladi. 1800-yillarda Hong Kong va Guangzhoudagi Yangchong pul muomala bozori, go'ro'xona, qimorxona, dengiz tijorati va dengiz transport kasblarida Rockefeller oilasi Rothschild va Dopin oilalari bilan birlikda ta'sir kuchini ko'rsatishga boshladi. 1842-yili birinchi qatimliq Apyon urushidan keyin bu oilalarning Xitoydagi kuchi mislsiz kuchayishga boshlagan edi. Ular Hong Kong, Guangzhou, Shanxay qatorliq shaharlarda mukammal pul muomala sistemasini shakllantirdi. 1863-yildan buyon Xitoyning butun dorigarlik tijorat sistemasi Dopin oilasininki boshqarishida bo'ldi. Rothschildlarga mansub Rockefellerning sheriki Jacob Fish 1905-yillarda Rossiyada kommunizm inqilobiga yordam berish uchun harakat qildi. 1908-yil Istanbulga keldi. 1911-yili bo'lsa kommunizmga yordam berish uchun Xitoyga keldi. Shu vaqtlardan boshlab Rockefeller Xitoydagi eng chong neft, po'lat temir sohasininki chong xo'jayiniga aylangan. Kommunist Xitoy hokimiyati qurilib, Xitoy Markaziy banki qurilgandan keyin Rockefeller boshlab dunyo iqtisodiy kuchlari kommunist Xitoylar bilan kuchli hamkorlik o'rnatib keldi. Har qitimliq siyosiy va iqtisodiy krizislarda ular kommunist hokimiyatini qo'g'dab keldi. Ular 2-dunyo urushidan keyin qilgan cho'ng ishlardan birisi biz yillardan beri dardimizni anglatish uchun namoyish tashkillaydigan Birlashmiş Millatlar Tashkilotining zaminini setib olish va xizmat binosini selish edi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining binosini loyihalaganlar va salg'anlar model Rockefeller oilasi. Bugungi kunda millionlarcha xalqimizning yo'qotilishi uchun Xitoy nazi kamplarining ichilishiga 50 million dollar yordam qilgan Dunyo bankisining quruvchilari dal shular edi. Dunyo bankisi nazi kamplarining ichilishi uchun nima uchun qarz berdi? Butun dunyodagi davlatlarga o'simlik qarz berish bilan og'zini aytayotgan bu organ Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan qirg'inchiliklarga xalqaro ko'z yumdirish harakatiga boshlamchilik qilayotgan edi. 1972-yili Amerika prezidenti Nixon Joe Ilayning taklifi bilan Beijingni ziyorat qildi. 1997-yili Amerika bilan Xitoy diplomatik munosabat o'rnatdi va 1982-yilga qadar ikki davlat orasida tuzilgan Xitoy-Amerika birlashma mudofaa shartnomasi davom qildi. 1990-yillarda Sovet yemirilgandan keyin Xitoy-Amerika munosabati to'qnashib kirdi. Ammo qandoqli bo'lsin, ikki davlat orasida siyosat, iqtisod va harbiy ishlar, madaniyat almashtirish, yerlik hamkorlik va xalqaro ishlarda davomli hamkorlik saqlanib keldi. Bu jarayonda cho'l tulkisi deb nom olgan Rockefellerga mansub Henry Kissinger Amerika-Xitoy diplomatiyasida nihoyat cho'ng xizmat ko'rsatdi. 1982-yildan boshlangan Deng Xiaoping siyosatidan keyin Rockefeller butun Xitoyning so'zini sohasiga kirdi. Shundan keyin ularning Xitoyda mablag' solgan shirkatlarning iqtisodiy hassasi boshqan edi.
Obama davrida Xitoy Dunyo savdo tashkilotiga ilib kirildi. Iqtisodiy kuchlarga yaqin Clinton, Bush, Obama prezident qilayotgan dunyo ishlab chiqarish bozorini qurish mezgillarida bo'lsa, Xitoyning dunyo savdo bozoridagi texnika patentlarini o'g'irlashiga ko'z yumildi. Buning natijasida g'oyat zo'r iqtisodiy taraqqiyotga erishgan Xitoy davlati pora berish diplomatiyasi bilan BDT, Dunyo sayyohat tashkiloti, Dunyo kishilik huquq tashkilotlarini kontrolga olgan. Natijada butun dunyo Sharq Turkistonda ilib berayotgan zulmlarga ko'z yumgan. Hamda global sarmoyaning kontrollik ostida qolgan barliq arab davlatlarimi Xitoyning Uyg'ur musulmonlariga bo'lgan qirg'inchiligiga ko'z yumdi. Ular Sharq Osiyo iqtisodiy krizisi va 2008-yildagi iqtisodiy krizisda Xitoyning salomat o'tib yordamlashdi. Xulosalaganda ular Osiyo taraqqiyot bankasini qurib berish bilan Xitoyning yer shariga qo'lni so'zishdagi eng chong plani bo'lgan bir balvoq bir yo'l planiga asos silib berdi. Bugungi kunda ular vatanimiz Sharq Turkistonni manba qilgan Xitoydagi Jungo nefti, Jungo tabiiy gazi va Jungo bankasi, Chongqing aksiyasi, Huawei, Zhongshin, Alibaba qatorliq cho'ng shirkatlar bilan savdosini davom qilyapti. Suiqasd nazariyasiga asoslanganda 11-sentabr voqeasining iqtisodiy yordamining ularning qo'li orqali berilganligi o'ttirib qo'yildi. Sentabr voqeasidan keyin Xitoylar to'plandan to'g'acha o'g'irlab, har qaysi media vositalaridan foydalanib terror qalpiqini Uyg'urlarning ustiga keltirishga tirishdi. Amerika, Saudiya Arabiston va Arab Birlashma Xalifaligining yordamida Ruslarni vatanidan qo'g'lab chiqargan Afg'onistonliklar Taliban islomiy hukumatini qurib Amerika qarshi jang boshlatgandan keyin Amerika Talibanlarga qarshi yer shari terrorlikka qarshi urushni boshlatgan edi. Shu vaqtda dunyoning boshqa davlatlariga o'xshash Xitoymi bir qism Uyg'urlarning Pokiston, Afg'onistonga chiqish yo'lini ichibdi. 1997-yilda Sharq Turkistonda Xitoyga qarshi jihad da'vat elib borganlik uchun tutilib, 3 yil turmaga ilingan Hasan Mahsum turmadan chiqib, 3 oydan keyin pasporti bejirilib, Pokiston orqali Afg'onistonga berib, Sharq Turkiston Islom partiyasi qo'mondonlik qildi. Bu bir turkum vatanpar muhojirlar chet elda qurilgan tunji qitimli qurolli erkinlik jangchilari edi. Dal shu vaqtlarda ma'lum davlatlarmi Uyg'ur erkinlik jangchilariga yordam berish uchun Astardan qo'mondonlarni vatib, Uyg'ur jangchilarininki O'rta Osiyo, Kashmir, Checheniya, Afg'oniston, Pokistonlarda jang tarbiyalash harakatini elib berib, Xitoylarga qarshi qurolli harakatning asosini salmoqda edi. Xitoy bo'lsa bir yandan Afg'onistonga yig'ilgan bir turkum qurolli Uyg'urlarni bano qilib, ularni Amerikaliklarning terrorchi tashkilotlar tizimiga kirgizgandan keyin ma'lum davlatning qo'llashi bilan kundan kunga kuchayib Xitoyga tahdid bo'layotgan Sharq Turkistonning ozodlik uchun kurash qiladigan ozodlik tashkiloti bilan Turkiston Islom partiyasi jangchilarining o'rtasiga nizo silish orqali O'rta Osiyoda bir qancha qarindishimizning shahid qilinish badaliga erkinlik jangchilarining Xitoyga qarshi qurolli harakat planlarini buzg'unchilikka uchratdi. Hamda ko'plagan jangchilarning boshqa davlatlarga tarqab ketishiga sabab bo'ldi. Va qolib qolgan jangchilar bo'lsa, yerlik doiralarning kontroli ostida qolib qoldi. Naq 15 yildan keyin tarix yana bir qitim takrorlandi. Iroqni ishg'ol qilgan Amerika kuchlarining buyrug'i bilan Mosuldagi yerlik qurolliqlar chekinib chiqib, Daesh islom davlatining qurilishi va Abu Bakr Bag'dodiyning o'zini xalifa deb e'lon qilishiga yo'l qo'yildi. Shuning bilan birga dunyoning har qaysi yerlaridan bu xilofatga bayat qiluvchilarning Suriyaga kelishi qulaylashtirib berildi. Har qaysi davlatlardagi yoshlarni asos qilgan bir qism kishilarning Suriyaga to'planishiga yo'l ochib berildi. Buni g'animat bilgan Xitoy vatanimizning janubiy va shimoliy rayonlarida xilofat va islomiy davlatga berish tashviqoti olib berib, darhol Sharqiy Janubiy Osiyo yo'li bilan 10 minglarcha Uyg'urni chet elga qochirdi. Ayni vaqtda Afg'onistonga kelishda Pokiston o'tan bo'lganga o'xshash, bu qitim Turkiya o'tan bo'lgan edi. O'z vaqtida Afg'oniston Pokiston chegarasi bo'lmaganda Turkiya Suriya chegarasi bo'lmadi. Bu jarayonda Xitoy, Malayziya va Tailandda saxta terrorlik voqealarini paydo qilib, Xitoylar bilan sheriklashgan yerlik istixborot qo'li orqali Uyg'urlarni ikkinchi qitimliq ko'lamlashgan terrorchi qalpiqini keltirishga urindi. Eng qiziq yeri shuki, ming bir jabhada Turkiyaga qochib chiqqan Uyg'urlardan vatanimiz Sharq Turkistonni qutuldiramiz deguchilar yeklinib, Daesh tashviqotchilari bo'lsa, har turli yo'llar bilan himoya qilinayotgan edi. Ya'ni vatanimizni qutqazuvchilar Istanbulda ochilayotgan bu vaziyatda Daeshchilar uchun Suriyada maash bog'lanayotgan edi. Dal mush vaqtlarda Xitoy Istanbuldagi jasuslar orqali O'rta Osiyo voqeasini Istanbulda islomchi va millatchi shaklda o'tirib chiqib, ideya to'qinish keltirib chiqarib, yana bir qitimli qurolli ziddiyat planlagan bo'lsa-mu, bu qitim maqsadiga yetilmadi. Keyingi kunlarda Istanbuldagi muhojirlar uchun Daesh yo'llari osonlashtirilib, bir qism kishilarning xalqaro o'yinga qurbon bo'lib ketishiga sabab bo'ldi. Biz minglarcha yosh azimatlarimizning kimlarning qo'li orqali Daesh qiziqtirilganligini va bir qismlarining o'lim yo'lga silinganligini obdan bilamiz. O'z vaqtida kimlarning qaysi yo'lni ichib, qaysi yo'lni taqab qo'yganligini obdan bilamiz. Ma'lum kishilarning Xitoy istixboroti bilan birlashib, muhojir Uyg'urlarni bu o'yinning ichiga kirishi bilan ikkinchi qitim yana bir turkum erkinlik jangchilarimizdan ayrilib qolgan edi. Daesh yo'lidan to'sqanlar ziyonkashlikka uchrayotgan edi.
Ayni vaqtida Barat Hacim vatanim deganligi uchun muqaddas zamin Makkada qaslab o'ldirilgandek, Uyg'urlarning lideri Abdukim Maqsum Hacim ham Türk millatlarining markazi Istanbulda zaharlab o'ldirildi. Naq uning aksicha o'lim safariga yo'lga salganlar bo'lsa, bugungi xotirjam yashayotgan edi va qo'g'dilayotgan edi. Xulosalaganda Xitoyga ma'lum davlatlarning moslashib berishi bilan davlatlar orasidagi dunyoviy o'yinga Uyg'urlarni ham har vaqt qurbon qilinmoqda edi. Aqko'ngil Uyg'ur jangchilari har ikkili taraf uchun shaxmat taxtasidagi pichka qilinish uchun planlanmoqda edi. Pərdə arqasındakı kuchlarning O'rta Sharqdagi insonlarni tozalash plani har ikki tarafga qurol tarqatib berish bilan jiddiy ijro qilinmoqda edi. Suiqasd nazariyasiga asoslanganda O'rta Sharq urushi Buyuk Isroil davlatining kengayishi uchun arab musulmonlarini tozalash harakati edi. Her taraf bir-biriga qarshi chiqish bilan odam o'ldirish o'yinining ichida ne xilofat, ne islom davlati, ne mustaqillik o'rin olmagan edi. Bilib bilmasdan ba'zilar PKK'ga, ba'zilar Shiyalarga, ba'zilar Sunniylarga qarshi urush qilindi. Xo'jayin bo'lsa, kimning o'qi tugisa, uni o'q bilan ta'minlaydi. O'ldirilganlar yanada ma'sum xalq bo'ldi. Agar Amerika yoki Isroilga qolsa edi, 5 minut ichida butun O'rta Sharq urushini to'xtata oladi. Afsus, suiqasd nazariyasi tilga ilingan insonlar nopusini azayish turlarining birisi davom qilyotdi deb faraz qilinadi. Muhim bo'lgani, Sharq Turkiston uchun eng kuchli kuchimiz bo'lgan erkinlik jangchilarimizningki zoya qilinib, bugun minglarcha ma'sum ayol bolalarimizningki PKK'ning qo'lida asir bo'lib chaylanishi edi. Shu daqiqalarda ular ochliq, zulm, xorliq ichida ingramoqda. Dunyodan, jumladan Uyg'ur qarindoshlaridan tovanchilik bilan yordam istamoqda. Reallik shuki, hozirgi Uyg'ur muhojirlarining ularni qutqizishga moddiy kuchi yetmaydi. Ammo darhaqiqat ularni qutqizish uchun ularni yo'lga solganlardan hisob so'rashga albatta kuchimiz yetadi. Hisob so'raydigan vaqtimiz keldi. Nima uchun ularni o'limga yo'lga soldinglar? Shunisi aniq bo'lish kerakki, hech qanday bir shaxs boshqalarning ziminida turib ularni yo'lga sola olmaydi. Balki soldiriladi. Bu ish gunohni shaxslarning ustiga otib qo'yish bilan tugamaydi. Biz savolimizni so'raymiz. Xitoy istixboroti bilan hamkorlashganlarni so'raymiz. Marhum Maqsum Hacimni qaslaganlarni so'raymiz. Vatan deguvchilarga ziyonkashlik qiluvchilarni so'raymiz. Nima uchun bizni setib o'tisizlar? Ularni biz qutuldira olmaymiz. Gunohinglarni yuyish vaqti keldi. Sizlar qutqiza olaysizlar. Bir mezgil sabr qilamiz. Agar yana Uyg'urlarni setishni to'xtatmasanglar, qilmishinglarni dalillar bilan dunyoga oshkorlaymiz. Asirlarni chiroyli qutuldirib olish hammalar uchun yaxshi chora. Kimning ularni azdurganligini yoki ishq ichib berganligini ularning dunyo ishqirallariga bayonot berishdan bo'lin ularni qutuldirib olishinglarni so'raymiz. Bugun biz tarixiy qatliamga duch keldik. Dunyo faqat qatliamlardan keyin mahkumlarni tayyorlaydi. Kimlarnidir darg'asidi, kimlarnidir ibrat uchun jazolaydi. Hech bir zaman qatliamning beshida oldini olishni xohlamaydi. O'lganlar o'lgan bo'ladi, xonavayron bo'lganlarni hech kim kendini qaytara olmaydi. Biz Allohga tavakkul qildik. Sizlarning Allohning mazlumlarga yordam berish buyrug'iga qatnashinglarni umid qilamiz. Burunqideklar dunyodagi buyuk kuchlarning, dunyodagi buyuk qatliamlarga sukut qilib, orqadan adolat qilichini ko'tarib chiqmasliklarini umid qilamiz. Uyg'urlar tugab ketgandan keyin emas, hozirning o'zida tadbir elishinglarni, 1000 yildan beri ejdironing og'zini to'sib turgan bizdek bir qahramon millatning vaboli qolmasliklarini umid qilamiz. Xitoy ikkinchi qitimliq virus urushini qo'zg'ab, insoniyat dunyosini qayta zaharlashdan burun ularning kuchini birlikda yo'q qilaylik. Biz shuni deymizki, agar yana sukut qilsanglar, ozg'ina manfaat uchun ularga aldinib, ular bilan ittifoq tuzsanglar, bizning vabolimiz qolasizlar. Dunyoda xor, oxiratda bo'yninglarga jinoyatchi taxtlari isilgan holatda do'zaxga kirsizlar.